Title'ga keladigan bo'lsak, eslaringizda bo'lsa, bizda mana bu dokument bor edi. Bu dokumentda aynan o'sha o'zimizni yo'nalishlarimizni topayotgan edik. Shu dokumentni yaxshiroq o'qib chiqsak agar, bu bizga har xil nimalar beradi. Nima deydi? Optionlar beradi. Mana shunaqa qo'ysangiz bo'ladi, bunday qo'ysangiz bo'ladi deb har xil optionlar beradi. Nima uchun unday qo'yishingizni aytadi va hokazo. Bu yoqda yana mana bu section bor. Bu sectiondan tanlab olsak bo'ladi. Masalan, React.js eng zo'ri React.js bilan уже bilsangiz agar, birinchi mesda React'ni qo'yasiz, keyin boshqalarini tanlab ketasiz. Va oxirrog'iga qarasak agar, bizda yana bitta narsa bor. Ana 3 xil option beryapti. O'zi kirsak agar 3 xil profil qilib bilamiz, U darsda ham buni gapirgandik. 3 xil profil qilib bilamiz. 3 xil profil ham siz Python deb qilmoqchi bo'lsangiz yoki Django deb qo'ymoqchi bo'lsangiz agar, mana shunaqa qilsangiz bo'ladi. Masalan, profil title'ingizni yarmisi technical, yarmisi non-technical. Bu degani technical odamlar, mana bu Django senior qidirayotgan odamlar sizga kelib o'zi nima qiladi yoki mana bunaqa scalable REST API database optimization qilmoqchi bo'lganlar ham bemalol sizni topa oladi yoki backend MVP deydi yoki KYC, custom APIs, nimadirlarni tushunadigan odamlar ham, uncha dasturlash tushunmaydigan odamlar ham sizni qidirib topa olishadi. Shu uchun ikkiga bo'lib chiqasiz, juda ham ko'p keywordsda qilmaysiz va 3 xil profil qilasiz. Masalan, xuddi shu dokument bizga analiz qilib berganiday mana bularni qo'ysangiz bo'ladi yoki o'zidan ham biron boshqa narsa o'zgartirsangiz bo'ladi. Aynan buni qo'yish shart emas. Bu yerda case study'lari bor, hammasini o'qib bir o'z uchun nima uchun aynan shuni tanlash kerak yoki buni summarize qilib keyin dalish o'qib ketish mumkin. Va yana bitta narsa, trendga qarab, portfoliolaringizga qarab, yangi proyektlaringizga qarab, title'larni o'zgartirib turing ba'zan. Ba'zan masalan full stack developer, AWS cloud expert, ba'zan full stackni olib shunchaki cloud expert, MVP Golang, Python React shunaqa narsalarni qo'yib turing. Chunki meni o'zim e'tibor bersalaringiz, avvalgisidan masalan challenge vaqtidagidan profilim o'zgargan. Men har doim o'zgartirib turaman. Bu har bir oyga qilishingiz mumkin, har 2 haftaga qilishingiz mumkin, har 3 oyga qilishingiz mumkin. Endi tez qilishga rekomendatsiya bermayman. Algoritm ham chalqib qolishi mumkin, algoritmi. Shu uchun ba'zan uni o'zgartirib tursangiz juda ham yaxshi bo'lar edi.